Ozodbek qarang, hamma brokerlar aynan bitta driverimizga yuk bermayapti. Biz u driverni tanishimiz orqali olganmiz. Shuning uchun ortiqcha tekshirib o'tirmaganmiz. Bizga yaxshi deyishgani uchun ishga oluvdik. Endi bo'lsa hech qaysi brokerlardan o'sha driver uchun yuk ola olmayapmiz. Shunaqa bo'lishi ham mumkinmi? Aka, biz tekshiruv natijasida aniqladik. Bu driveringiz 3 marta spirtli ichimlik ta'siri ostida qo'lga tushgan, 2 marta tezlikka oshirgan va 1 marta avtohalokat ishtirokchisi bo'lgan. Bu driverni avvaldan o'zi ishga olmaslik kerak edi. Agarda xuddi shunaqa qiliqlarini sizni kompaniyangizda ham qiladigan bo'lsa, nafaqat bu driverga, balki umuman hech qaysi driveringizga yuk ola olmasdan qolishingiz mumkin. Bitta driver deb butun kompaniya yuk ola olmay qolishi mumkin. Ha, albatta-ki, Amerikadagi qonunlar shunaqa ishlaydi. Bunaqa vaziyatlardan qochish uchun aka, siz avvalambor har bitta driveringizga yaxshi background check protsessini o'tkazishingiz kerak va MyFleet Solution specialistlari sizga bunda yordam bera oladi. Driver hiring compliance bo'yicha alohida jamoamiz mavjud va ular kompaniyangizga driverlarni filtr qilishda yordam beradi.